Federal Tekşiriş devamı. Federal Tekşiriş İdaresi'nin doklad tayyorlab. Amerikada vaqtliq turayotgan va xizmat qilayotgan Uyg'urlar va Jungo grajdanlarining, Jungo amaldorlarining parokanda qilishiga va popozisiga uchraganligidagi uchurlarni tushuntirib qo'yishni talab qilish. Demak, Amerikada turayotgan Uyg'urlarni parokanda qildimi yo'q? Tushuntirib qo'yishni talab qilish. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi ko'plagan bo'limlarning doklad topshirib, tarbiyalash lageridagi odam soni, ularning ahvoli, zo'ravonlik bilan qo'lga olingan odamlarning soni, axborot erkinligi va umumiy atrofli qabul qilg'ili bo'ladigan kishilik huquqi daxlataruz qilganligini hamda doiralar qo'llangan bostirish, ta'qiplash usullari bo'yicha tekshirib tadqiq qilishga murojaat qilindi. Federal Tekshirish idorasiga, axborot bosh taftish idorasiga, Amerika hukumatining har qaysi tarmoqlariga taklif qilindi. Bu shu to'g'rida doklad tayyorlashlar deyildi. Shanchilik xabarlarga asoslanganda 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa millat musulmonlari doiralar qurib chiqqan tarbiyalash lageriga qamalib, atalmish kasbiy tarbiyalashni qabul qilmoqda. Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi, qo'shimcha tashqi ishlar ministri Wang Yi haftaning 2-chi kuni Xinjiangda qurilgan yig'ilish lagerlari to'g'risidagi xabarlarga xalqaro jamiyatdan pisand qilmaslikni talab qildi. Ko'rdingizmi zo'ravonlikni? Zo'ravonlik agar muttahamlik bilan birlashib kelsa, nima bo'ladi, hurmatli vatandosh? Talab qildi tashqi ishlar ministri Wang Yi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonoti Huachingen 3-chi kuni, ya'ni 14-chi kuni Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Davlat Majlisining yuqorqi a'zolarini ayblab, tushungili bo'lmaydigan a'lolik to'yg'isi boshqa davlatlar to'g'risida uni buni deyish deb ko'rsatdi. Jungoning bayonotchisi Amerika Davlat Majlisi a'zolarini ayblab